To'loydan kraska chiqsa $2000 kamiga beradi. Voy malades. 2000 kamiga. 5000 kamiga beradi. $5000. $5000 kamiga beraman. Obat Cobalt bilan Damas Laboga inasini ko'rsatamiz narxini ketdik. Arqiga chiqamiz. Boshlanyapti. Zavodning narxi 221 million, to'g'rimi? Aha. 30 million kamiga olib ketdi. Mana do'stlar, blogerlar hayronlar. 190 million, 32 million kamiga olib ketdi. Kunlik to'lovi 73 ming so'mdan. Aka kuniga 73 ming so'm. 73 ming so'mlar bu akalar. Aka 20 oy bir yurtdoshlardan bir like yig'ilsa berib yuboramiz deb turib nima qildik? Bankka to'laydi xolos. Ha. Bankka to'lanadigan to'lovi yo'q. Bosh to'lovsiz mana olib ketaversinlar. Ana shu Nexus 'dan bir simsiz olib ketsinlar. Voy malades. $100 berar. Bermaydim aka. Berar. $50 beradimi shunga aka? Ha, men ber. To'g'ri. Kim yomon bo'lyapti? O'zbekiston yomonga chiqib qolyapti. Mana shunaqa ayrim tadbirkor dehqonlar mana shunday gilos ichiga mana bunaqa kichkina gilos tiqib yuborib 99% kafolat beramiz. 1% Allohdan. Respublika bo'yicha ba'zi ishlamay qoldi deyishi mumkin. Mana Instagramda aslida borovlardikida, menikida bunaqa negativ yo'q. Yozib yotadi, siz kreditsiz, siz kreditxo'r. Astag'firullah, men bank emasman. Kreditni bank beradi. 2026-yil Besprabek Tracker Redline'lar. Ha. Zavodda necha pul zavodda? 270 2 milyon. 272 milyon. 272 million ha? Ha. 5 million kamiga olib ketsin zavod. Voy mana do'stlar. 92 million, 92,5 milliondan berasizlar. 92,5 milliondan. Polik, O, chexol, voy aka. podnomer, Voy. video registrator, Mana 10 litr benzin mendan podarka. ketdi mana tekinga. Tekinga oylik to'lov 3 million 200 ming so'm. Plus minus 50 ming 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Tamam. Xalq uchun do'stlar kutilmagan yangilik, xalq maza qilsin do'stlar. Mashinalarning narxi yer bilan bitta bo'lsin bizga. Biz hozir Lider Avto City'damiz. Labolar, Damazlar o'zini pulini bo'lib to'lashga. Labo rassrochkasi bor, lekin hech qayerdan topa olmaysizlar, faqat Lider Avto City'da bor. Undan tashqari mo'ni qaranglar do'stlar. Redline Tracker 2026, Premier 2026. Buni ham zavod narxidan kerak bo'lsa 5 million 6 million so'mgacha arzonini berib yuboryapti. Do'stlar, mana sizlarga oxir oqibat xalq kutgan kun keldi. Videoni ko'proq odamga tashab qo'yinglar do'stlar, ko'proq odam ko'rsin, bilsin. Laboni ko'pchilik qidiryapti hozircha, shunaqa odamlarga yetib borishini ta'minlasin jigarlar. Biz videoni boshlaymiz. Undan tashqari zo'r xushxabar, bitta Cobalt sovg'a qilinadi do'stlar. Qancha videomiz ko'p like yig'sa, qancha kommentariy ko'proq yozilsa, shuncha sizning imkoniyatingiz oshadi. Do'stlar, Cobalt YouTube olish imkoniyati bor. Videoni oxirigacha qo'yinglar. Xohlang Cobalt o'zini minib ketasizlar. Xohlasizlar do'stlar o'sha 12 ming, 12,5 ming dollar pulini berib yuboradi. Buning uchun videomizni ko'proq tarqalish uchun 5 ming, 10 ming, 15 ming like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa do'stlarim, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz. Mana sog' salomat, bugun 5-maymi, 6-maymi? 5-may. 5-may ha? Mana kunni ham bilmaymiz. Kun ham tez o'tib ketyapti, vaqt ham tez o'tyapti. Juda ko'pchiliklar aka manzilingizni adashib turibmiz. Boshqa joylarga borib qolyapmiz. Sizni joyingizni aytsak yopilib ketdi deb aldayaptilar. Deb turib shunaqa kommentariya, telefon qilib, tanish bilishlarim shunaqa deb turibdi. Manzilni esdan chiqarmanglar. Shundoq Yujniy vokzaldan kelishdi. Aha. Shu Moshin bozor eski 20 yildan beri bor shu Moshin bozor. 30 yil bo'ldimi u. 40 yoshligimda ish qilib, aqlim taniganimdan beri bor. Shu Moshin bozorga yetmasdan chap qo'l taraflaringda mana aka. Lider Avto City, sariq zdaniya. Aldanib qolmanglar. Haligi kraska qilingan, hojaka minilgan, radno 100% javob degan narsalarga aldanib qolmanglar. Ha, keyin mana bosh to'lov arzon deydigan narsalarga ham aldanib qolmanglar. To'g'ri kelaverasizlar mana shu yerda, shogird. Nima dedingiz? Bugun gazini bosamizmi? 100% bosib yuboramiz aka. O'zi ham har safar yangi shogird ekanda, aka. Конечно. Bo'lsa xalqqa bo'lsin deymiz-ku. Eplagan dedi, qand olib yesin deydi. Voy yashin. Eplasa Kimga nasib qiladi? Kimga beriladigan mashina bu? Bu mashinmi aka? Qarang. Mana yaqinda bir yigitga ko'chada o'tib ketayotgan o'zi bir rasm video qilaman degan yigitga bir
yurtdoshlardan bir like yig'ilsa berib yuboramiz deb turib nima qildik? Bu Matiz mashina olib ketdi. O'sha Matiz'ni berib yubordik aka. Trendga chiqib ketdinglar aka. Xalqimiz, yurtdoshlar, aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar zo'rmi? Charchamaygina. O, mana do'stlar. Omadlaringni bersin. Shofyorlar ham Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammasi jigarlarim. hamma taniydi. Hammasi taniydi. Ana. Xo'p, demak, bu mashinani nimaga qo'ydik? Biz o'ylanib, juda ham o'zi bir qiynalgan oilaga beramizmi yoki davlatimizda ishlab turgan domlalar, doktor, voyenniy, ichki ishlar o'shalarni ichidan bitta shu narsaga loyiq insonga beramizmi deb turib yoki studentlargami deb planlashtirdik. Bizni necha yildan beri qo'llab-quvvatlab keladigan insonlar boshqa joyda $100, $200 arzon desalar aldanib qolmaslik uchun $100 qimmat bo'lsa ham shu yerdan olaman deb bizni podeshka qilib turgan aka-ukalarimizga biz har oyi 200 ta avtomashina sotib turibmiz hozirgi kunda. Ana. Bundan oldinga bir 4-5 oy oldin 300 ta, 400 ta, 500 ta sotardik oyiga. Hozir savdo ozgina pasayganligi uchun 200 taga tushgan. Savdomiz kuniga 6 ta, 7 ta bor. Allohning bergan kuni. Shanba bozor kuni ham ishlaymiz. Bemalol chiqarib yuboramiz odamlarda. Dam olish kunida ham kelaversinlar. Ishlarni bitiramiz. Ana. Bu avtomashinani bizdan avtomashina xarid qiladigan insonlardan chek yozib olib qolamiz. Agar 50 kunda 500 ta avtomashina sotsak, kuniga 10 tadan. Ana shu 500 ta odamdan bittasini tanlab o'sha Latatrondan olamizda. Sizlarni guvohliklaringda bittasiga berib yuboramiz shu mashinada. Gap yo'q. Bo'lsa xalqqa bo'lsin deymiz-ku. Ana. U odam naqdga olgan bo'ladimi, kreditga olgan bo'ladimi, zarariga olib ketgan bo'ladi, mashinada arzoniga, zarariga qo'yamiz-ku. Shunaqa olib ketgan bo'lsa ham farqi yo'q. Ana. Bizda aslida 80% mashinalar kreditga sotiladi, bilasiz. Shunaqa. O'sha qiynalgan, o'sha vaziyatni o'zi nima deydi? Naqdga olishga imkoniyati yo'qligi uchun kreditga olib ketgan odamlar mana kay ikkita mashinalik bo'lib qoladilar. Mana kay priziga. Lider avtodan mashina xarid qilgan bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Qachon aniqlaymiz endi Rahmon aka buni? Endi mana bugun 5-ku, to'g'rimi? Ha, 5. 5 bo'lsa, rovna 50 kundan keyin. 50 kundan keyin. Da. 1,5 oydan keyin. 1,5 oydan keyin aniqlaymiz. Gap yo'q. Shuning uchun mana biz Navruz vaqtida 2024-yil, 2023-yil bayram qilib 100 dan ortiq texnika berganmiz. Esingda bormi? Esimizda aka. Damas ham yutib ketganlar. Qoraqalpoqlik onaxon. Katta. 500 kishini tushirgandik deb planlashtirgandik, 1,5 ming odam kelgandi. Butun bir Humo arenaga sig'adigan odamni joylashtirgandik salonga. Mana bu mashina bizdan avtomashina xarid qilgan insonlarda omadi kelsin. Mana Bu endi yili necha aka? Tekinga aka. tekinga olib ketadi. Shuna podarka. Shunaqa. Mana meni YouTube ol deb qo'yibdi. Nechinchilik Cobalt endi? Yangi masla. Qachga? 0. Pas masla. Yutgan odam maza qilsin debsizlar aka. 26-yil ekan endi. Voy malades do'stlar. Kimda omadi kelgan bo'lsa, Mana do'stlar shuncha klientlar ham keldi. jigarlar, o'zlaringda agar mashina olishga imkoniyatlaring yetmasa, bu videoni yaqinlaringga tashlaylar. Mashina olaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa, shu mashinani bizdan kelib xarid qiladigan bo'lsa, zora sizni keling sizni ham tushiraylikmi? Zora sizni ham nima deydi, o'sha insonni bir mashinalik bo'lib qolishiga hissangizni qo'shib qolsangiz. Bari birovdan ham olyaptilar. To'g'risida. Mana mashina degan ko'proq like-ni bosish kerak-da aka. Конечно, gazini bosish kerak, gazini. Mana mashinalar VIP. Конечно bor. Aka, qarang. She'rda aytib o'tib ketaman birdaniga sindirib. Qarang. Boshlanyapti akalar, boshlanyapti. Mana Cobalt probegli mashinalarim. Cobalt 5 probegim 3 dona bor, probegligim. Probegligim 3 dona bor. Bu 3 dona Cobalt'im $700-800 bilan chiqadi. $1000 bilan. O'zini aformiti bilan nomeriga pul to'laydi olib ketaversin. Bosh to'lovsiz. Mana do'stlar. Bir so'm to'lovsiz. O'ziga aformiti nomeriga zapretiga to'laydi xolos. Bankka to'lanadigan to'lovi yo'q. Bosh to'lovsiz mana olib ketaversinlar. Ana shu Nexus 'ni ham bir so'msiz olib ketsinlar. Voy malades. Berib yuboraymi, siydim? Voy. Bir so'msiz.
Ana, student singillarimizga ham shularga ham nasib qilsin inshaalloh. To'ppa-to'g'ri. Eng zo'rlari nasib qilsin shularga. Mana bu probegli Cobaltlarning bosh to'lovsiz. Aha. Qora Cobalt, oq Cobalt, xohlaganlaringdan bor jigarlar. Ha. Mana bu Tracker'da. Mana sizlar uchun bitta mana 24-yil Tracker. Bular 2,5 ming dollar bilan chiqadi. Voy, malades. 2,5 ming dollar bilan Tracker qidirib yurganlar, mana Tracker sizlarga. iPhone'dan ham arzon. Mashinam yana 14 ming kilometr yurgan. Bittasi 33 ming kilometr yurgan. LTZ, LS. Olib ketaverasizlar LS. Mana 1,5 ming, 2 ming bilan olib ketinglar Trackerlarda. Monza 3,5 ming bilan chiqadi. Voy, malades. 12 ta viloyatdan kelib olib ketasizlar. Mana bu Gentralarimizda qarang. Bagaj o'ng parok kraska deyilyapti. Bunisida nima deyapti? Oldi, krilo, kapot, orqa bagaj kraska deyapti. Bozorlarga, ba'zi joylarga borsangiz, aka bu radnoy deydi. Masla deydi. Masla turibdi deydi. Ha. Yangi turibdi deydi. Balonlari. Ha. Ko'rib o'tiribmiz, Amerikanka fara qo'yib, Malibu bar qo'yib, Malibu rol qo'yib, Optra stop, Optra Amerikanka qo'yib, mashina ustiga 1000 dollar qo'yib tiqib o'tirganlarini. Mana. Akalar, men u ishni qilmayman. 4 ta yumshoq baloni bilanmi? 4 ta yumshoq baloni bilan turibdi. Pulti bormi? Pulti bilan turibdi. Ha. Biz tegmaymiz narsasiga. Ana. Olgan odam barakat topsin. Mana bu mashinalarda bor-ku, bosh to'lovsiz olib ketsinlar. Ya, mana do'stlar. Ha, endi qaranglar. Ba'zi joylarda bosh to'lovsiz deb jar solyaptilar-ku aka. Hop. Ishonasizmi, yo'qmi aka? Yarimidan ulangan mashinalar. Voy. Ochiqcha gap. Ulangan mashinalar. Men taniyman shu bolalarni. Uy. Yana. Qilma desang ham foydasi yo'q. Ana. Aka, ular mana yerda bir 10 kun, 15 kun kelib, o'zicha nima deydi, mashinchi bo'lib qoldim deb o'ylab yurgan bolalar ular. Men nima uchun bu yerdan haydab o'rganman ularni? Ana. O'sha odamlarning haqqidan qo'rqmay, xiyonat qilish mumkin ekanligini bilib qolganligim uchun, qilma degan ishimni qilganliklari uchun, yolg'on ma'lumot bermoqchi bo'lganini sezib qolganligim uchun, lekin o'ta shustri, o'ta chaqqon bolalar. Akajon, siz uchun qilib beryapman deydi. Ana. Bu odam kelsa qilib beradi. Lekin siz uchun deydi. Aldanib qolmanglar. Yana orada vizif ham tashab qo'yadi. Buniki 2-3 ta joyda, 2-3 ta joyda detalda kraska bor. Ularga boring. Azgina qirilganda deydi, velik qirib o'tib ketgan deydi. Samokat qirib o'tib ketgan deydi. Kenay eshikka qirib olgan deydi. Yana. U mashinning o'rtasida ulangan, aldanib qolmanglar. Bosh to'lovsiz olib ketinglar. Bularni ham. Qo'llash Gentralarda bosh to'lovsiz olib ketinglar. Bosh to'lovsiz do'stlar bo'lib ketdi mana. Shoshilib qo'yinglar, ey. Malakalar lider haftasida Toshkentda. Bosinglar. Do'stlar, o'zbek xalqiga bu ham kam, yer bilan bitta bo'lib ketdi narxlar akalar. Like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shuncha xalq 1 so'm pulsiz olib ketyapti. Endi qaranglar jigarlar. Mana ko'chadagi mashinalarda bir simsiz edimi? Ko'rlaring 3 ta 4 ta detalida kraska bor. Ana bu krilosida bor, kapotida bor, bagajida bor. Yozib qo'yilgan. Qayerda ko'rdilaring bozorda 3 ta 4 ta detalida kraska bor deb yozib qo'yganini qayerda ko'rdilaring? Hayotda yozib qo'ymaydi. Yo, yozmaydi aka. To'g'rimi aka? Endi bosh to'lovsiz berilib turgan mashinalar 15% hali 20% mana shunaqa yaxshi mashinalar. Qolgan 80% aka 400 ming yurgan, 50 mingga tushirib, 100 mingga tushirib qo'yibdilar. Mashinada yarimidan ulangan, bir boki kraska bo'lgan shunaqa mashinalarni berib o'tiribdilar. Indeksda, bozorlarda ayrimlari, qo'shtirnoq ichidagilari. Mana ba'zi salonlarda aldab odamlarni berib o'tiribdilar. Aldanib qolmasliklaring uchun mana bundaqa mashinalar, mana qaranglar. 60 ming yurgan, 48 ming yurgan, 40 ming yurgan, 30 ming yurgan, 28 ming yurgan. Mana unda 4 ta yumshoq baloni bor, yangi mana. Ko'rishlaring mumkin aka. Oling aka mana. Mana aka. Ha do'stlar. 4 ta yumshoq baloni bor. Bu mashinalar bor-ku akalar. Tindiq mashinalar, akkuratli mashinalar. Bularda kraska yo'q.
Bu mashinlarimizni 1,5 ming dollar bilan olib ketaveringlar. Bular akkuratniy mashinlar. Bular normalniy, radnoy mashinlar aka. Radnoy mashinlar mana shunaqa bo'ladi. 1,5 ming dollar bilan chiqadi. 12 ta viloyatdan kelib olib ketishlaring mumkin jigarlar. Mana Lubu Andijon ham kelsin. Vodiy, polni vodiy kelaversan. Oho. Masha Andijonga ham beryapmiz-a o'sha. Ikkilamchi. Birlamchi ham, ikkilamchi ham. Mana do'stlar. Andijonga ham kelib olib ketaveringlar mana. Vodiydagi aka-ukalarimiz necha oylab sizlarga bera olmadik biz. Andijon, Farg'ona, Namangan. Mana endi davrlaring keldi. 1,5 ming dollar bilan radnoylarni olib ketinglar. Kraskasi borlarini bosh to'lovsiz olib ketinglar ana. Voy Bir simsiz. Tekin ana bosh Borman to'lovsiz. joylar yozinglar kommentariyada. Ketdik endi. Davriylar keldi. Hech kim bermaydi. Mana o kobutlarim Ha. 3 oy oldin olingan, texpasporti 25. Bozorga borsalaring, mashiningiz yili necha desangiz 26-25 deydi. Nima degani ekan deymanda 26-25. Men mikrofonim bor. 26-yilda kelgan, lekin mashin 25 bo'ladi-da. Bu 26-25 deb bo'lmaydi u. Bo'lmagan gap u. Bu 25 bo'ldi. 27-yilda kelsa ham 25-yil mashin 25 deyiladi. Odamlarda chalg'itish uchun, aldash uchun Gentrani 24 yo'q-da. Men nechtasi bilan tortishib qolganman shu bo'yicha. Bozorga borsangiz, Gentrang necha desangiz 24-23 aka deydi. Yoki 24 deydi. Yolg'on aka, 24 yo'q Gentrani. Oxirgi chiqqani 23-yil chiqqan jigarlar. 1000 dollar zarariga qo'yganman. 156 million o'zini zavod bahosi. Nomer taqqanmiz bu mashinga. 162 millionga tushgan bu mashin bizga. Yo'q, men nima kinoga tushayotganim yo'q-ku, odamlarni aldash. To'g'ri aka. Xalqqa shaffoflik kerak. Kinoga tushayotganim yo'q-ku. To'xtatish yo'q, ketyapti. To'xtatish yo'q, bosaveringlar. Biz davom etyapmiz mana. Besprabek mana 0. 26-yilda kelgan, lekin 25-yil zavodda 25-yil qolib ketgan mashinni bergan. Shu mashinlarni biz 1000 dollar zarariga qo'yganmiz. 12 million arzon ishi. Shunaqa, mana 2400 dollar bilan hamma ishi bitadi. Ha. Vodiy, Andijon, Namangan, Luboy viloyat, 12 ta viloyatdan kelsin. Ana. 2400 dollar bilan olib ketadi. Oylik to'lovi 4,5 milliondan tushadi. 4,5 million oyiga. Da, endi mana Monzalarimiz 3750 dollar bilan chiqadi. Monzalarimiz 73 ming kilometr yurgan 1,5 lik atmosferni. Mana shu pul ham 200 dollar ko'chada 150 dollar. Ha, shunaqa. Shuni yechib olib, Luboy bir odamga bersam bor-ku, menga 100 dollar berar. Ha, Bermaydim aka. berar. 50 dollar beradimi shunga aka? Ha, men beraman 50 dollar, hech bersiz. Aka beradi, 50 dollar. 200 dollarlik pul. Ha. Mana beraman deyapti. Bozorda men sizlarga shuni aytaman, ayrim 80%, 90% aytaman. Mana. 10% halol ishlab o'tirgan odamlarga taalluqli emas. Ha. 90% mana shunaqa narsalari borini yechib oladigan bozorchilar bo'ladi. Salonchilar bo'ladi. Mana shunaqa narsalarni yechadi, balonni oladi. Ha. Luboy bir odamga bersa 100 dollar beradi. Pultni beradi. Luboy bir odamga 100 dollar bersa beradi. 200 dollar bor. Ha 100 ta mashin sotsa 20 ming dollar shuni o'zidan qoladi. Men qilmayman shu ishni. Olgan odam barakat topsin. Ha. Men har doim aytaman, odamlarga yolg'on gapirib, aldab turib sotadilar-ku. Ha. Bari buyurmaydi. To'g'ri. Buyurari bo'lsin deydi. Aldamay sot. Mana shu shuncha mashin olgan odamlardan bor-ku. Ha. Hozir mashinangizdan 500 dollar qoldi deya roziman uka deydi. Yolg'on gapirish shart emas. Narsa sotish uchun. Mana hozir barakat topsin, mana shu narsani o'zi gapirib o'taman dedim. Bitta aka yuribdi. Iminni mana shu gloss, plus, mana shu dehqonchilik bo'yicha, terim, mana shu dehqonchilik bo'yicha jon kuydirib, o'qlamalaring deb jon kuydirib, urush qilib yuribdi. To'g'ri aytyapsiz, men ham ko'rdim. Vijdonsiz odamlar, haligi dehqon bechora garang bo'lib qolgan, kelib bog'ing bilan birga olaman deyapti. Kim u? O'rtakash tadbirkor u. Ashura rasvo qilyapti-da hamma joyda. Dehqon indamay o'tiribdi.
Endi ayrim dehqonlarda o'zi ham qilib turgan bo'lishi mumkin. Insof bersin. O'sha odamga mana shu videomda tashab qo'yinglar. Ko'rib turganlar. Hop. Yurtimizga agar mana shunday, mana shu uchun bizning mevalarimizni, bizning narsalarimizni hozir hech qaysi davlatda qadr qiymati yo'q. Nimaga? Mana shuni o'qlab, aldab, yolg'on gapirib, firibgarlik qilib turganlarni hisobiga. To'ppa-to'g'ri aka. Ha, to'g'ri. Kim yomon bo'lyapti? O'zbekiston yomonga chiqib qolyapti. Mana shunaqa ayrim tadbirkor dehqonlar mana shunday glos ichiga mana bunaqa kichkina glos tiqib yorib, haliga mana shunday piyozni ustiga taqlab o'rtasiga mana bunday piyozni tiqib, uni bechora bir odam olib Rossiyaga olib boryapti, boshqa davlatlarga olib boryapti. Ochib ko'ryapti, piyozni yarmi musor. Juda to'g'ri. Shundan ham savdo bo'ldimi? Ana. Yo, to'g'ri emasmi, opajon? Buyurmaydi. Yig'arkan million dollar, milliard dollar, keyinchi. Ana. Qo'shsa mashina olar ekan, keyinchi. Villa olar ekan, 50 etajlik uy olar ekan, keyinchi. Ketamiz hammamiz otamni oldiga ketamiz. Hammamiz ketamiz. Qolmaydi hech kim. Abadiy inson yo'q. Yolg'on gapirib, odamlarning haqqini yeb turib, boshqa qilib hamma joy o'zi rasvo bo'yotibdi. Ko'rib yuribman-ku. Hamma joy o'zi rasvo bo'yotibdi. Bir rost gapiradigan odam topilmayapti hozir. Hamma bir-birini kiydirgan, aldagan, non tuzing deb yoningga yurib kiydirib yuboryaptilar, sotib yuboryaptilar. To'ppa-to'g'ri aka. Jonini beradigan do'sting. Nima bo'lgan taqdirda ham u qalin do'st bo'lib qoladi dedi-ku. Yo'q ekan. Do'st faqat ota-onang ekan, bo'ldi. Ota-onangdan boshqa do'st yo'q. Men shu narsani mana shu necha yil 40 yoshimga kirgan bo'lsam, 41 yoshimga kirgan bo'lsam, otamning otasi bobom aytgan ekanda, do'st yo'q. Qani do'st desa cho'ntagimda do'st der ekan. Otam aytardi, "Dada, nimaga do'stingizni yotsam, ey bolam" derdi. Ha desam, "Cho'ntagim do'st" derdi. Mana ota-onam do'st edi derdi. Bo'ldi, undan boshqa do'st yo'q ekan. 99 marta yaxshilik qilgan bitta insonlarga bir marta foydang tegmay qolsin, bir kopeyka qimmat insonsan u uchun. Odamzod shunday bo'lib ketdi, yaxshilikni unutadigan bo'lib ketdi aka. Ayrimlari 99%, 100% demayman. Bordir 1% odamlar. Bor. Yaxshi insonlar ham bor, shu uchun turibdi bu dunyo. Mana. Lekin 99% bir-birini aldash bilan ovora, bir-biriga yolg'on gapirish bilan ovora, bir narsasini sotish uchun shuni yolg'on gapirib sotish bilan ovora. Ana bu odamlar ham yolg'on gapni sevib qolgan. Yo'q, mana shu qilib berasanmi dedi. Ani liderdan $100 arzon ekan dedi. Grafikni ko'rsatadi. Buyog'i boshqa. Ishi bitib bo'lgandan keyin u bilmaydi ham bechora dehqon nima bo'lganini. Ha, to'g'ri. Ashaga sarson bo'lib qolmanglar deb gapirdim. O'sha imini dehqonchilikka qarshi kurash olib turgan o'sha akaga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mabodo bizlik qanday yordam kerak bo'lsa, biz jonimiz bilan. Kerak bo'lsa yoniga odam qo'yamiz. Kerak bo'lsa yoniga nimaga qalqon bo'lamiz. O'sha insonning oldiga. Mana. O'sha inson jon kuydiryapti, O'zbekistonimizda yerga urmanglar bunaqa qilib deb turib. Lekin ayrim tadbirkor kelib kurtoylik qilyapti, hali dehqon. Seni nima ishing bor sotib turgan narsam bilan? Yo'qolashib ketdi aka. Buni kimga sotaman dedi. Uni musurda odamzodga sotish kerak emas. O'sha kichkina o'smay qolgan narsalarini hayvon chiqarilgan. O'shani yeyish uchun. Mol bor, qo'y bor, echki bor, parrandalar bor, o'rdak, g'oz, tovuqlar bor. Ular nimaga chiqarilgan? Shularga ham bermoqchi emas. Shuni ham odamga bermoqchi, tiqmoqchi. Tavba qilaman. Shu men aytmoqchi bo'lganim, pulda endi. shu akadan Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Mashina Like bosib qo'yinglar akalar, shu akani haqqi hurmat aka. Mana bu Cobaltlarimiz, mana bular. Bular mana 2022-yil 73 ming yurgan. Bular 2025-yil mana aka. Bular ham $2400 bilan chiqadi. Bosh to'lovi. Bular mana $1350 bilan chiqadi bu Cobaltlar. $1350 bilan kimga Cobalt kerak bo'lsa kelaversin. Qilib beramiz. Da. Telefon qilsalar, polni grafiklar tashab beramiz, muammosi yo'q. Bizda ham 23-yil Cobalt. 65 ming yurgan. Benzinda 100% toza. Ha.
1,5 ming bilan chiqadi, hamma xarajat ichida. Оформление, nomer, texpasport, sug'urta hammasi ichida. Ortiqcha bir so'm to'lamaydi. Mana shu yer keladilar, kofe, choyini ichadilar, ishlari bitib chiqib ketaveradi bir kunda. Ertalab kelgan odamni kechga chiqib ketishiga inshaalloh 99% kafolat beramiz. 1% Allohdan. Respublika bo'yicha ba'zi ishlamay qoldi deyishi mumkin. Karantin deb qolishi mumkin Allohdan. Men 100% deb katta gapiradigan ayrim bozorchilarga o'xshab katta gapirmayman. Allohdan katta gapirmayman. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam. Mana bu mashinalar mana aka 1,5 ming bilan chiqadi, 100% radnoy tindiq mashinalar. Monzalarimiz 3,5 ming, 3 ming bilan chiqadi, kelib olib ketaversinlar. Mana do'stlar. Gentralarimizni tindig'ini aytdik. Endi navbat Cobalt bilan Damas Laboga inasini ko'rsatamiz, narxini ketdik. Arqiga chiqamiz. Boshlanyapti, layklarni bosinglar akalar. Ketdik. Aka bitta quturmasangiz bo'lmaydi bugun, cho'ta vizovchilar Endi maydalab tashlaymiz. Vizovchilar ko'payib ketyapti cho'ta har kuni. Zavodiga ham vizov qilamiz kerak Ana bo'lsa. bo'lmasam jigarlar. Jem, salommu, aka, любой joyga vizov qilamiz. Ana bo'lmasam jigarlar. Mana shuncha odam. Xudoga shukr. Mana xalq mana shu yerda akalar. Assalomu alaykum, hormanglar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz akajon? Yigitlar, hormanglar. Yaxshimisizlar? Bizda hamma oshkora aka, bankka oshkora. Ha. Aqli yetgan, aqli yetgan. Naqdga olsin, mazza qilsin. To'ppa to'g'ri. Ha. Ba'zi insonlar kredit qilib olaman deydi. Masalan, bitta gap aytaymi? Shu kommentariyada, mana Instagramda aslovni borovlardikida, menikida bunaqa negativ yo'q. Yozib yotadi, siz kreditsiz, siz kreditxo'r. Astag'firullah, men bank emasman. Kreditni bank beradi. Men mashina sotaman. Kim xohlasa kelib naqdga olsin. Kim xohlasa kelib kreditga olsin. Kim xohlasa kelib nasiya savdoga olsin. Xohlagan usulida olib ketsinlar. Juda to'g'ri. Bu yerda notarius bor, bank bor, 2-3 xil. Bu salonda ichiga har xil odam qo'yilgan. Xohlagan usulida olib ketsin. Sigaret chekma deydi o'sha komment yozib turgan odamlarga. Otasidan yoshirib chekadi-ku, onasidan yoshirib. Chekma degan bilan. Aroq ichma desa, yumalab yotib ichadi-ku oshna og'aynisi bilan. O'sha yerda yotib olib yozadi. Riboqur. Anaqa Patkayf deb qo'ying aka. Patkayf yozadi. Aka, nechtasini olib keltirdik-ku, misol qonun doirasida haqorat qilganligi uchun. Unda ko'rinishda tuppa-tuzuk balaga o'xshaydi. Nimaga yozding desam, aka meni kechiring dedi. Men o'sha kun mast edim dedi. Yo'q, tuppa-tuzuk bala. Stress bilari ham men bilmay qoldim dedi. Odam bilmay qolib yozgan odam, birov haqida bilmasdan turib noto'g'ri fikr qilgan odam bu balabol bo'ladi bu. Bu normal odam bo'lmaydi u. Biz masalan birovga komment yozmaymiz. Yozsak ham omadingni bersin. Allohim bizni ham shu kunlarga yetkazsin. Qalbni go'zal qilganligimiz uchun Alloh bizni shunday yaxshi bir natijalarga erishtirib qo'yibdi. Yotib olib, ichib olib yoki bo'lmasam bekorchilikdan deb yozib yotganlar, o'sha yozib yotaveradi bir umr. Ular hech qanday natijaga erishmaydilar. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam. Chunki birovlarda hayoti bilan faqat qiziqadi. To'xta, bir o'zimga bir nazar solay, qiladigan ishimga deb yaqamni bir hidlay deydiganlari kam. Ochiqcha qilib aytsam. O'sha uchun men kreditga bermayman. Bank beradi kreditga. Kelasizlar, xohlasalaring naqdga, xohlasalaring kreditga, ana bolalar qilib beradi hammasini, aytganimdek qilib beradi. Endi mana qarang. Bo'pti, mendek kreditchilar bormi? Mana shu 2026-yil Besprabek Tracker Redline'lar. Zavodda necha pul zavodda? 270 2 milyon, 272 milyon. 272 milyon ha? Ha. 5 milyon kamiga olib ketsin zavod. Voy mana do'stlar. Voy. Bu ham Redline'mi deyman? Ishqilib bularning kraskalari tozami, Rahmon aka? Bitta joydan kraska chiqsa 2000 dollar kamiga beradi. Voy mana de. 2000 dollar. 5000 kamiga beradi. 5000 dollar. 5000 dollar kamiga beraman. Rahmonaga bu ham 26 26 0. Voy. Spravka. Borib mana salonlardan olib yuribdilar-ku. Kesinda 4-5 milyon kamiga olib ketsinlar. Mana do'stlar. Qaysi sotuv, qaysi bozorchini aqli yetyapti? Hech qaysi aka. Zavodda 252 milyon. To'g'rimi? Aha. Skidkadagi narxi. Premier plus. Premier plus. To'g'rimi? 252 millionmi? Aha.
5 million kamiga olib ketsin jonivorni. Voy, malades. 5 million kamiga. Ana. akalar. Zavodning narxidan 5 million kamiga. Aka vizovchilar nimasi? Respublika bo'yicha vizovchi, Ha. vizovchilarda aqli yetmaydi. Voy. Zavodning narxidan 26 ni aytayapman men. Ha. Zavodning narxi nech pul bo'lsa, Aha. borib aylanib kelsin. Ves O'zbekistonda o'sha ko'rgan narxidan menga qilib beradi, 5 million kamiga beraman. Voy, malades. Tracker Premier Plus'larda. Vizitlar 2-3 ta mashina qo'yib olyapti, oldiga vizit tashlayapsizga. Siz nechta qo'yib yuborasiz endi aka? 50 ta. Voy, malades. 50 ta, 5 million kamiga olib ketsin, 50 ta. Akalar. Mana. Shokda qolyapmiz omi. Raqamlar pastda. Xolasalar, istovchilar, Aha. mana 252 million pulim yo'q, 5 million kamiga bo'lsa 247 million bo'ladi, to'g'rimi? Xolovchilar, mana undaqa pulim yo'qda aka, bosh to'lovim kamroqda deganlar bo'lsa, 7490 dollar beradilar boshidan. Aha. Mana foiz yo'q. Mana aka, bank degan narsa foizi yo'q. Ana. Bir sim foizsiz. Oylik to'lov 5 million 300 dan o'zini pulini bo'lib bersin. Mana do'stlar. Cobalt puli mana. Gentra ham emas, Gentra 6 milliondan da bilasizlar aka. Kerakmi halol narsa? Yana 3 yilga, 5 yilga emas. 3 yilga. 3 yilga 5 million 300 dan o'zini pulini bo'lib beringlar. Mana 7490 dollar bilan akalar, Tracker Premier Plus 26 bez probek. Voy. Nechta tracker kerak bo'lsa qilib beramiz. Narxini yapti akalar. Like'larni bosinglar. Xalq ko'rsin qadrdonlar. 12 ta. Zavodda narxi nech pul? 221 million primer adashma. Primer, ha? Ha. Bitta 25 im qolgan. Ana shu 900 da bo'lish kerak. 25 ham. Adashmasam agar. Hop. 26 mikan bular? Ha, mana ekan 25. Bormikan? Topdim. Mana bu 26larini. Aha. Mabodo shu niyat qilib yurganlar, shu Onyx olaman deb yurganlar bo'lsa, narxga. O'shani 5 million kamiga olib ketsinlar uni ham, zavodning narxidan. 26 ni. 26 ni. 5 million kamiga do'stlar, ha. 25 0 bez probek. Zavodning narxi 221 million, to'g'rimi? Aha. 30 million kamiga olib ketsin. Yo! Mana do'stlar, blogerlar hayronlar. 190 million, 32 million kamiga olib ketsin. Yana bo'lmasa. Bo'ladimi mana akalar? Bormi aka, menga arzonni toping, men olaman shundan arzoni bo'lsa. Nima Ana. aka bunaqa zararga berib. Maqsad nima? Yilda oxirida avtosalonimni yopaman. To'g'risi, Ha. xalq mazza qilsin, kayf qilsin. Hech kim menday qilib bera olmaydi. Vizovda любойdan vizov kutaman. Ana. Aqli yetmay qolsin. Siz avtosaloningiz yopsiz aka. Oldingi eski ishlar yana takrorlanib ketsa, aka vijdoningiz qiynalmayadimi? Endi uni xalqqa qoldiramiz. Ha. Uni xalqimiz agar bo'ldi aka, yoping desa yopib yuboraman. Hop. Yo'q, ishlating aka desalar, ana bir kichkina joyoq bo'lsa ham ochib turib ishlataman. Ya. To'g'risini aytsam. Ha. Onyx 26-yil bez probek, Premier Full Redline'dan bitta pasi bo'ladi. Bosh to'lovi 6160 dollar to'laydilar. Hech qanaqa foizsiz 4 million 300 dan 36 oyga foizsiz. 4 million 300 dan. 4 million 300 dan. Cobalt puli bo'ldi. Cobalt olarmidilaring, Onyx olgan bo'larmidilaring? Kommentariyaga yozinglar. Kommentariyada yozinglar. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin iloyam jigarlar. Gap yo'q aka. Qo'llaring dard ko'rmasin iloyam. Onyx ketdi, Tracker ketdi. Endi Damas zavodga o'tamizmi, Laboganmi? Labodan boshqa. Laboni hozir salonda ham o'zi tortilib qoldi. Hech qayerda yo'q aka. Yo'q, hech qayerda. Va sizda qayerdan aka bu? Nima bu? Hech qayerda bo'lmagan narsa Lider avtosalonda bo'ladi. Ha. Aka bu sirlar qayerda endi? Sizda labo paydo bo'lib qolyapti har kelganimizda bir qarindosh urug'chilik yo'qmi avtomotda? Yo'q aka. Biz bir jaydari odamlarmiz. Ha, ehtiyot bo'ling. Mana shu laboni sizlarga foizsiz qilib beraman. Yana bu 0%. Labochi akalar bosib qolinglar. Ya. Oradagi sras chiqib ketadimi? Yo'q, 1,5 oydan keyin keladi. 2 soat. 2 soat. 2 soatda. 2 soat. U bosh to'lovini arzon aytib, chaqirib olib, 10 kun ichida olib kelib beramiz akajon. 5 kun ichida keladi akajon deb aldab o'tirganlar. Ular aka aldab o'tiraveradilar. Biz gapimizga javob beramiz. Aldab o'tiribdilar odamlarni chaqirib yo'q moshinga. To'ppa to'g'ri aka. Aka shunday keladi. Aka 3 soat, 2 soat, 3 soat.
Naqdga bo'lsa yarim soat. Yarim soatda olib ketadi naqdga bo'lsa. Agar foizsiz qilib olib ketaman desa, 4 soat 5 soat ichiga olib ketadi. Ana. Ketdi. Rahmonadagi qarang, mana shu hozirgi salonlarda pulini to'lab qo'yib kutilayotganlar bo'ladi ham. Boshqa naqdga olamansa nimadir o'tib beriladigan joyi bormi? Yo'q, naqdga o'zi bular tortilib qolgan bu. Tortilib qolganda. Bular yo'q o'zi, tagi yo'q. Voy. O'sha uchun mana qarang, nima deyman? Laboni zavod bahosi nech pul? 97 millionmi? 97 million. 97 million. Aka, bular o'zi yo'qligi uchun ochiqcha qilib aytadigan bo'lsak, 100 milliondan 99 milliondan sotib turibmiz naqdga. Agar kreditga, masalan, foizsiz rassrochkaga olaman desalar, qarang. Bosh to'lov 4790 dollar to'laydilar. Hop. Dollarning kursi ham tushib ketdi. Ha, O'lib ketdi. sinib ketdi dollar ham aka. Sinsin, yana sinsin, ey. Yana. Sinsin. Ha. Hal qolsin. Xalq maza qilsin. Yashang. Mana shu mashinada 4790 dollar to'lagan aka-ukalarimiz kunlik to'lovi 73 ming so'mdan. Aka, kuniga 73 ming so'm. 73 ming so'm labo akalar. Aka, 20 oy 2 million 400 dan. Ha. 20 oy bu 2 yil emas. Yo, 20 oy aka, 1,5 yil. Yarim yil. 1,5 yil, 20 oy 2 million 400 dan kuniga 80 ming so'mdan tushar ekan. Mana. Kuniga 80 ming so'mdan aka, labo. Foizsiz. Agar mani pulim aka 4700 dollar pulim yo'qda aka, deydigan biznesmen, mashina bir 3-4 ta qo'yib qo'yaman. Yuk tashishga u yoqqa bu yoqqa deydigan boyvachcha akalarimiz bo'lsa, Aha. 2760 dollar to'laydilar. Ha. Uni 7 million 200 dan. Foizsiz. Bu biznesmen aka-ukalarimizga bu. Qo'ling og'rib qolyaptimi, bolam? Ha. Bu biznesmen aka-ukalarimizga. Aha. Foizsiz 10 oyga, 1 yilga emas. O'zini ishlab chiqarishi bor, biznesi borligi. Конечно aka. Endi ba'zi kurtoylar akalarimiz borda, keladida, ya menga deydi 3 yil, 4 yil kerak emas, menga 1 yilga qilib beravering Rahmonjon deydi-da. Puli kamroq, ana 2700 dollar bilan chiqyapti, oylik to'lovi 7 million 200 dan 10 oyga chiqyapti. Endi aka, men oyiga 7 million 200 to'la olmayman-da, u boyvachcha akalar, ular biznesmen, tadbirkor. Biz endi ish boshlamoqchimiz aka. Yaxshi niyat deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ularga boshiga 2770 dollar to'laydilar aka. Oylik to'lovi 2 million 700 dan to'laydilar mana. Mana do'stlar. Mana puli kam odamga ham sharoit mana. Ha. 2 million 700 dan mana to'lab ketaveradilar. Bemalol. Har tomonlama akalar yengillik. Mana. Endi qaysi mashinada aytamiz? Damazmi? Damas. Cobalt bor hali aka. Voy. Hali Cobalt Endi boshlanyaptimi aka? Endi boshlanyapti, qiziq aka. Ya, like bosinglar akalar. Va, ustida yuraverasizmi endi? Ha aka, yuraveramiz sekin. Damasda ham yuravering shart. Ana do'stlar. Hoppa. Damas skladga kiramiz. Ya. Skladimiz. O'zi ham mana shu yashirin baza qilib qo'ygansiz-da aka. Конечно. O'zi ham qaynar xumchaga o'xshatdi-yor. Bo'laveradi, tugaveradi. Mana o yarim yo'q mashina deyman men bularni. Olib kelib qo'yibsiz ham yarim yo'q mashina. Endi men 2-3 ta detalda kraska bo'lgandan keyin men uchun yarim yo'q deyiladi. Ha. Ama bosh to'lov olib ketsinlar ular. Yana bo'lmasa. Bir simple so'z. Qaramasdan aytib yordingiz o'zi ham aka. Mana o damazlar. Oho, mana damazlar. Mana. Qancha kerak akalar? Bonuslar chiqartirib qo'ymadingmi? Qaynar Barakat bunchalar topinglar. Qaranglar akalar. Damas zavod narxi 97 millionda, to'g'rimi aka? Aha. 92 million, 92,5 milliondan berasizlar. 92,5 milliondan. Polik, O, Kattana. chexol, va aka. podnomer, Voy. video registrator, Ana, 10 litr benzin mendan podarka. ketdi mana tekinga. Tekinga. Boshqa joyga o'xshab Sovg'a. surmasin, sekin mashinaga tiqib qo'ymaysiz. Ba'zi joylarda bor-ku, 92 million sotyapti. Bonus beradigan ham bor, bermaydigan ham bor. To'g'risini aytaman. 91 million 950 ming qanchadir deyapti, 92 million. Aha. Ishoninglar, eshiklarida pitno bor. Biz olmaganmiz o'sha mashinalarni. O'shanaqa mashinada ko'rmay olib ketaveraman, men ko'rman. Menga arzon bo'lsa bo'ldi deb mana ba'zi masalan qunumlikani 50 ming so'mligi bor. Misol, piyozni 10 ming so'mligi bor. Aha. Ana chirib qolgan, muncha bo'lib qolgan
3000 so'mligi ham bor-da. To'g'risi. U arzon narsani sho'rvasini ittatimas degan naql bekorga emas-da, akajon. Juda to'g'ri. To'g'risi. O bir joyda arzon ekan liderdan deb qolsa, ishonib borib olyaptilar. Zadnimosi almashgan. Bilmaydi. 30 ming, 20 ming yurgan qarindoshinikini almashtirib qo'yibdilar. Eshiklar pitno almashgan. Orqa bagajlar kraska sepilgan. O dehqon qayerdan biladi? Olib ketyapti-da 500 ming so'm liderdan arzon bersa. Tushunmaydi. O 500 ming so'mga qiynalib qolmanglar. Men aytib o'tib ketaman. Agar shunda ham yana mana shu oy ham kutaman. Mana shu oy ham o'shanda 92 millionlik mashinalarda odamlar xarid qiladigan bo'lsa 500 ming so'm uchun. Ha. Keyin 91,5 milliondan qilib qo'yamanda men ham o'shanaqa mashinalar qo'yaman mayli. Chunki odamlarga sifatni farqi bo'lmasa aka, berayotgan narsangda, aytib turgan narsangda qadr qiymati bo'lmasa, jon kuydirib nima qilasan bu aka? Joningni achitib gapiradigan odamlar tushunishmasa. Endi sizda qo'yilsa ham baribir kraskasi aytiladida sizda. Aytiladi. Обязательно aytiladi. Bu narsa Aytilmaydi aka, aytilmaydi. Masalan, mana shu damazlarimizda rassrochkaga olaman desa, mana 92,5 millionga mana 5 ta narsa qo'shib berdik, ha? 5 ta bonus. Podnomer chiqarib qo'ymabsiz, ha, молодец. Podnomer, polik, chexol, yana nima edi? Video registratormidi? Ana. Men olib chiqib qo'yar edim, ha? Bo'ldi, уже kech qoldingiz aka, уже. Mayli olib kelib qo'ysangiz ko'rsatib o'tib ketaman, yo'l-yo'lakay urib. Benzin ham bor edi aka. Benzin 10 litr u alohida mendan. Ana, Addushi. Addushi. Masalan, Damazga kimdir 4440 dollar to'lov olsa, bosh to'lov. Ba'zi joylarda 4200 bilan ham beryaptilar. Lekin boyagida aytgan narsamda aka. To'g'ri aytyapsiz. Kutasiz deydi, 10 kun, 15 kun deydi, boshqa deydi yoki bo'lmasam mana shu bagaj almashgan, eshik almashgan, o'sha 100 dollar uchun sarson bo'lib yurmanglar unaqa qilib. Ana. Mana shu mashinamizni 4440 dollar to'lagan odam kuniga 60 ming so'm ekan kuniga. Damazga aka. 60 ming so'm 60 akalar. ming so'm. Mana 2 yilga 26 oyga 1 million 800 ming so'mdan oyiga. Voy. Rahmon aka variantlar bor ekan. Foizsiz. Kishilik odam olib Ha? yursa va bu hozirgi kunda Mana aka, mana siz Kombi. aytgan, mana. Endi bular. Mana, qarang. Ham bor. Aka, Pol kombisi bor, Pol. Ha. Bu 5 kishiliga. Bu. Bu mana yerda 3 kishi, ichkariga oldiga 2 kishi, 5 kishi o'tiradiganini, bu yoqiga yuk ortaydigani. Aha. Ha. Endi xohlasa mana yerdan yuk ortaydigani bor. Vani. 2 kishi oldiga bo'ladi, qolgani yuk ortaydigani. 3 xil stildagisi bor. Olib keling, olib keling. Qo'y. Mana videoga. Mana do'stlar. Mana. Mana spot. Mana bu Polliga, mana aka. Voy. Polliga. Bonus. Mana bu chixoli. Aha. Chixol ham ana sassiq o'lib qolgan chixoldan emas. Normalniy chixol. Mana bu Lider Auto City'dan podnomer. Tekinga. Ha. Ha. Конечно, avtoritet bu. Lider Auto City'dan mashina olgan odam uchun bu avtoritet bu. Voy. To'g'risi. Qayerda olding desa, ishonchli joydan. Qayerda Liderdan. ishonchli joy desa, lider deydi. Voy. Kim ko'rsatgansa Mahmudjon deydi. Video registratori. 100 dollarlik akalar. 50 dollar bo'lsin, 30 dollar bo'lsin, misol. Ha. Padarka shu ham uka. Kim beryapti? Chin ko'ngildan. Addushi yurakdan. Qanaqa xursand bo'lib ketadi aka olgan odam, ha? Ko'ngil aka. 10 litr benzin ham mendan padarka. Jiyana do'stlar. Endi qaranglar. 4440 dollar to'lagan odam oylik to'lov 1 million 800 dan foizsiz olib ketsin. 0%. 0% bilan. 1 million 800 akalar. Endi qaranglar. O'shanda qanaqa u 5 yil, 1 million 800. Akajon 2 yil dedim-ku. 2 Ha, 2 yil. 26 oy, 2 yil. Voy. Oyiga quloqga g'alati eshitilyapti. 1 million 800 dan. Chunki 50% ni to'layapti-da. Foizsiz-ku, foizsiz. Shu uchun kam. Endi qaranglar, boyagidek tadbirkor akalarimiz 2390 dollar to'lasa 1 yilga 12 oyga 6 milliondan foizsiz bu ham. Ha. Bu ham Bu ham foizsiz. foizsiz. Oyiga ko'p to'layman degan kurtoy akalarimiz uchun. Hop. Endi o'zimizga o'xshagan dehqon bratanlar, bratishkalar, ukalar, akalar bo'ladigan bo'lsa, jaydari 2490 dollar to'laydi. Oyiga 2 million 800 dan to'laydi mana. Ana aka. Bundaqa varianti ham bor mana. Gap yo'q. 2 million 800 dan oyiga. Boshda 2 million 2000
$490. O'zini o'zi bemalol yopadi. Bemalol aka. Kuniga endi 90 ming so'm mashinada yurib topmagan erkak endi aka. O'zingiz o'ylayvering, u demak tolda tagiga yotib Kommentariy yozadigan deb qo'ying. Конечно. To'g'risida, tolda tagiga yotib sochni sanab o'tiradigan odam bo'ladi-da, u boshqa qiladigan ishi yo'q. Ishlatish kerak olib. Mehnat qilgan topyapti. Mana mehnat qilyapsizlar-ku. To'g'rimi? Hamma mehnat qilyapti mana shu yerda. Kommentariy yozishga vaqti yo'q bularda. To'ppa-to'g'ri aka mana. Kommentariy yozganda ham chiroyli yozadi. To'g'ri emasmi? Qani endi ketdik Cobaltga. Robotlarga. Voy akalar. Laklarni bosib qo'yinglar akalar. Naqdga bo'ladigan bo'lsa, boyaga aytganimdek 92,5 milliondan bonuslari bilan birga olib ketsinlar. Oho. Bosaversinlar. Ama sindirib yubordi. Aka endi vizovchilar nimadir ekan, shunga hayronman-da. Vizovchilarmi? Ha. Ular faqat katta baqirib chiqishdan nariyoqqa o'ta olmaydilar. Ha. Endi mana qaranglar. Men sizlarga bitta narsa aytaman. Menga bir piyola suv bersangiz-ku, nur ustiga alo nur bo'lardi. Menejerlarim bor. 20 millionga da'vogar, lekin bir qultum suv bermaydilar. Ha. So'rasangiz, "Cho, brat" dedi. Aka gelik ko'rinmaydi, gelik. Kerakli bo'ldi endi aka. Cho desangiz, gelikni hozir uyda oldiga qo'yib qo'yibman, salqinda dam olyapti. Voy. Lekin negativ yozib turgani yo'q. Ha. Dam olyapti. Nima mashina minyapsiz endi aka? Kechga ovga chiqadi u. Voy. Laqqa Zaryajin bo'lib, kechasi chiqadi-ku, aka. To'g'rimi aka? Laqqa baliqlar bilasizmi, kechasi yuradi. Kunduzi yurmaydi. Ha. Gelik ham kechasi chiqadi, sekin bunday qilib chiqadi. Lup etib bitasini ushlaydi bo'ldi, ketdi shu bilan. Bosib olib ketadi. Nima mashinada yuribsiz endi kunduz kuni uni dam oltirib qo'yib, aka? Kunduz kuni Gentra'da yuribman, Cobaltda yuribman. Buni mashina emasmi ish qilib? 3x bo'lsa shu. Voy, mana do'stlar, mana shu Gentra'da yuribdi ekan. Mana shu Gentra'da yuribman. Gentra sinmayapti aka, nima fikrlaysiz endi Gentrachi Cobaltchilarga aka? Gentra Cobalt sinmaydi. Qaysi biri zo'r endi aka? Yo xalqni o'zi hal qilsinmi? Gentra zo'rmi, Cobalt zo'rmi? Siz uchun. Endi Siz qaysini tanlagan bo'lardingiz aka mana? kimgadir nima edi? Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi. Ha, ana. Ha. Kimgadir lola yoqadi, kimgadir atirgul yoqadi. Sizgachi aka lolami, rayhonmi? Menga ikkalasi ham yoqadi. Menga ikkalasi ham. Mana qaranglar endi. Mana shu Cobaltimiz, bittasi MCM Midnight, bittasi MCM Style. Aha. Ikkalasi ham 26 5 probeg. Shogird mana kecha aytib turuvding, aka 2700 bilan qo'shinlar beryapti ekan deb turuvdi-da. Ha. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi qaranglar. U eski tizim. Oldin biz ham berardik. U qolib ketdi u. $2700 to'lab turgan odamlarga aytadigan gapim shu. Bir simi ham taniga o'tmaydi Cobaltini. Mana ikkalamiz hozir bahslashamiz mana. Siz mana shu staylmi bu ham? Bu ham stayl, bu ham stayl ekan. Keng. Mana shu ikkita staylni oldida turamiz. Siz 2700 lik, men esa Leader Auto Cityman. Kelishdingmi? Siz qo'shni salonlarsiz. Aha. Kiydiradigan odamlarni kiydiradigan salonsiz. Kiydiradigan salonni olmaysiz. Shunaqa. Endi siz turing, menga Leader salonni grafikini bering. Mana. Style. Style ekan. Endi qaranglar. Mana sizlarga sodda, oddiy, dehqoncha qilib tushuntiraman. Suv olib keldingizmi aka? Malades aka, baraka toping. Allohga shukr. Rahmat aka suv uchun. Endi qaranglar. Endi shu 1 soatdan beri gapiraman, bir qultum suv bermasa endi men ham odamman-ku, ichish kerak suv jigarlar. To'g'ri aytyapsiz aka. Endi qarang, bu 2700 bilan beradi qo'shni salon, avtosalon. Lekin bularga shunday o'rgatilganki, odamlarni bosh to'lov arzon deb turib chalg'itinglar, deb turib o'rgatilgan. Misol qilib aytayapman. Buni aytadigan gapi faqat shu 2700 to'laysiz. Hamma xarajatingiz ichida. Numeram ichida deyapti. Oldi sotdingiz ham deyapti. Оформление запретинgiz ham deyapti. Kerak bo'lsa bonusiga metan ham qo'yib beraman deyapti. Yoki bo'lmasam bittavoy texnika deyapti. Yoki bo'lmasam 8% kredit deyapti. Yoki to'g'risi, u yo'q unaqa kreditlar. Yolg'on u.
Yolg'on maka. Yolg'on 100% javob. Voy. 15% valyutniy kredit, Ana. sumovoy kredit Ana. 2700 bilan berib turganlar sumovoy krediti 28%. Voy. Mana men sizlarga endi mana bahslashaman. Qarang. Ha. Isboti bilan. Ha, bu beryapti 2700 bilan. Ha. Hamma rasxotingiz ichida deb odamlarni aldayapti. Hop. O'sha ichida emas, o'sha 2700 to'lagan puli havoga ketadi. Men beryapman 4010 dollar bilan. Nomer postavka, polik, chexol, video registrator. Bu radar ham qo'yib qo'yibdimi aka? Yo, radarmi qani? Yo'q, radar emas. Antiradar qo'yib qo'yibdi aka. Bor. Antiradar ham bormi? Ye? Серьезно? Yana bitta qo'shilib ketdi. Yo-mayo. Inspektor. Inspektor. Buni bitta o'zim yo'q, hammasi qo'shib beriladimi? Kobutka. Hammasi qo'shib beriladimi? Hamma To'g'ri. Mayli. Buni bitta o'zi ekan, u alohida bonus ekan. Ha. Biz o'sha bonuslarga mana shuni qo'shib beramiz mana. Bu ham palon pul turadi. Antiradari ham ichiga. 250-300 da atrofida. Endi qaranglar. Hop. Bosh to'lov 4010 dollar to'layaptilar, 4050 dollar to'layaptilar. Oylik to'lov 3 million 200 dan tushyapti menda. Bundacha 2700 to'lagan odam hammasi havoga ketadi, aldaydilar. Oylik to'lovi 3 million 800 dan 4 milliondan tushadi. Ana. Sumovoyniki 4 million, valyutniki 3 million 800 dan tushadi. Endi u yog'i ham mayli. Bir oydan keyin yopamiz desak, ikkalamiz ham yopamiz. Mashinani yopmoqchimiz. Hop. Pulimiz tushib qoldi. Men 9,5 ming dollar bilan yopaman. To'lagan 4 ming dollar pulim hammasi taniga o'tadi. Bu 13,5 ming dollar qarzi qolgan bo'ladi bankdan. Ana. 2700 dollar to'lab, valyutnida 13400 dollar qarzi qoladi. Plus yana firma ham ochilgan bo'ladi. 6 oy firmani yopolmay sarson bo'ladi. Ha. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Undan tashqari boyagi Davr bankda sumovoy 2700 bilan berilib turibdi. 2700 bilan. Sumovoy. Uni ham bir simi taniga o'tmaydi. Klientda 12800 dollar qarzi qoladi, 12,5 ming. Sumovoyda. Men yopaman, 4000 to'laganman, men yopaman. Ikkalamiz birga boramiz, 9,5 ming bilan yopaman. Bu yopadi, 13 ming bilan yopadi. Buni to'lagan puli havoga ketadi. Kim cho'ntagiga ketadi endi bu yoqda to'lagan pul. Uni Sotgan odam 5 kishining cho'ntagiga ketadi. 2700 dollarni mana ochiqcha qilib aytadigan davr keldi. Ana. 500 dollari nomeriga ketadi. 500 dollari. Оформление nomeriga ketadi 500 dollari. 500 dollari sug'urtaga ketadi. Borsang o'z sug'urta yo'q, qilinmagan ham, tagi ham yo'q. Lekin sug'urtaga pul olishadi, bir urib olsa, qirib olsa, hech qaysi javob bermaydi. Yo'q sug'urta. 2 oy sarson qiladi, o'zing ketaverasan, kerak emas, boshingda qolsin sug'urtang deb. Ular ana shunaqa berib o'tirganlarniki sug'urtasi ishlamaydi ham. Ochiqcha qilib aytsam. Qolgan 1700 dollari sotuvchi bilan firma uslugachining kissasiga ketadi. 1700 dollari. Ha, biz mana shu mashinadan qolib turgan bo'lsa 300 dollar pul qolib turibdi, xolos. Bu to'lagan tannarx 4000 dollar hammasi taniga o'tib turibdi. Luboy kelsa hisob kitob qilib beraman. Luboyga. Mana. Foydangizni ham aytasiz ekanda. Men foydamni ham aytaman, uka. Men Allohdan nimani yoshiraman? Rizqimni Alloh beradi. Ana. Rizqimni jo'natadigan Alloh bo'lsa. Men prosta odamlarga aldanmanglar deyapman, xolos. Shuncha narsadan keyin ham agar shu odamlar tushunib yetishmasa, yuboringlar bu videoni ko'proq odamlarga yetib borsin, jigarlar. Xullas 4000 dollar to'laysiz, barcha bonuslari ichida 4050 dollar bilan oylik to'lov 3 million 200 ming so'm. Plus minus 50 ming 100 ming so'm bo'lishi mumkin, plus minus. Dollar kurs ko'tarilsa tushsa 50 ming 100 ming farq qilishi mumkin oylik to'lovda. Mana aytib ham o'tib ketyapman. Oylik to'lov 3 million 200 ming so'mdan tushib turibdi jigarlar, mana akay. 4 milliondan to'laydi bularnikida. 3 million 800 4 milliondan to'lanadi. 2700 to'lagan odam. Bunda 3 million 200 dan to'laydi. Shuncha bonuslar. Shuncha bonusini ham qo'shib olsinlar ana. Ana aka-ukalar, mana farqini bilib olgandirsizlar endi. Mana. Xohlasalar qorasini olib ketinglar. Yana gapirilmaydi. Xohlasalar mokrisini olib ketinglar. Ha.
Mana nomer postavkasi, chexoli, polligi, video registratori, antiradari. Endi bitta xotin qo'lni qo'shib bermagan. Yana bo'lmasam. To'g'risi, hammasi qo'shib berdik. Uylanaman degan bolalar bo'lsa, mayli bitta yaxshi qiz ham topib beramiz. Salonimizda to'g'risi student qizlarim yuribdi. Ha. Yaxshi, o'qimishli qizlar. Uyim joyim deydi. Ha, nechtasi turmushga chiqib ketdi yerdan. Aka? O'sha klientlarimiz to'y qilib olib ketishdi. Har tomonlama sop ish qilyapsiz ekan. Конечно. Gap yo'q. Biz taslim bo'lish yo'q. Bu nima? Mana поддержка qilinglar do'stlar. Cobalt MCM Midnight'imiz ham bor. $4250 to'lagan odam oylik to'lov 3.400.000 dan tushadi. Boya kojinni saloni kerak bo'lsa. Ostatkasi $10.000 qolib turibdi mana. Boyagi valyutni kredit bilan $3.000 to'laysiz, olib ketasiz MCM Midnight'larda deb yotganlarda yana 13.000 qarzi qoladi aka. To'lagan 3.000 puli havoga ketadi. Bunda to'lab turgan $4.000 puli hammasi taniga o'tadi. Ko'zlaringni ochinglar jigarlar. Gap yo'q. Mana nima qoldi aytilmagan. Voy malades. Hamma narsa aytildi. Sindirib yubordingiz aka. Bundan aka, bu videomiz bugun 5-may bo'lsa, Ha. 10-maygacha destvit qiladi. Ana 5 kun. Bosinglar jigarlar. 50 kunga 500 ga bo'linganda o'shanda hisoblagan boshida yutib qo'yiladi. 50 ta moshin o'zlaring bilan birga beramiz, xudo xolasa. 500 ta moshin sotilsa. Uni ham tartibini tushuntiramiz, yuringlar. Ana do'stlar. Qanaqa bo'ladi? 10 kunda sotilib ketsa 10 kundan keyin bo'larkan-da aka sog'mi? Конечно. Shoshilib qo'yinglar 500 ta do'stlar. moshin sotsam, Ha. o'sha moshinni olgan odamlarning ichidan bittasini o'sha barabandan olamiz, kim chiqsa shunga berib yuboramiz. Endi qarang, sizga yana bitta savol. Yangi Cobalt beraman deyapsiz, to'g'rimi? Ash YouTube'da egasi, aka, meni Cobaltim bor, menga pulini bering desa-chi, aka? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Xolasa pulini olib ketsin. Ha. Xolasa mana pulini olib ketsin. Mana do'stlar. Undan tashqari erta-indin xudo xolasa erta-indin. Ha. Ha, erta-indin hozir men sizlarga aytib beraman. Yangilik boshlangan. Barabanimiz qayerda? Yoshirib qo'yibsizlarmi? Olib ber. Olib ber tez-tez. Baraban deyapman, barabanda olib ber ukan uni. Yozadigan qog'ozing qani? Mana do'stlar, bizda hamma yo'q oshkora, Lotatron. O'zi ham menga chiqib qolsa qaniydi? Boshda olish kerak-da. Olamizda, olamizda xudo xolasa. Bo'ldi, olamiz. Bitta mashinaga bitta oshni qo'shib olsangiz. Endi xudo xolasa yoziladi. Ishtirokchi raqami, mijoz familiya, imyo, otchество, avtomobil davlat raqami, olgan mashinasiniki, mijoz telefon raqami, aksiya tashkilotchi rahbarining imzosi. Sizni. Muhr. Ha, chunki men qo'l qo'ymaganimcha, misol, bular o'zi sop qo'ygan bo'lishi mumkin, mashina oldi deb turib. Men olgan odamlarni bilaman-ku. Bu, конечно, bu mana shunday o'raladi mana. Mana shunday olgan mashina ikkita odamlik, ana ikkita mashinalik bo'lish ehtimoli 100%. Mana. Bitta 500 ta odamdan bittani lekin omadi chopadi. Men o'zim ham to'g'risi omad lato, sport latolarga uncha ishonmasdim. Endi men yutishimga ishonmasdim. Yutuq borligiga ishonardim, chunki yutgan odamlarni ko'rganman. Menga chiqmaydi deb o'ylardim-da. Bir kuni menga endi Nasiya savdoga ko'p mashina berib tashlaganman, Xorazmda yashayman, uni sizlar har doim aytganman, bilasizlar. Xorazmda yuzlab mashina Vikipga bergandim. Vikip degani Nasiya savdo. Ya'ni ikki kishi o'zaro kelishib turib beriladigan. Bir kuni nimaga har doim bankka boraman, Rossiyadan, menga Qozog'istondan, Rossiyadan kartadan pul tashardilar-da, sekinroq iltimos. Sekinroq, sal sekinroq. Rossiyadan menga pul tashardilar. Keyin har doim o'sha bankir qizi oldiga borsam, aka, shuncha pul olib ketasiz, bitta lotereya oling deb qo'ymadi. Singlim bitta lotereyaga tushadimi dedim. Aka dedi, o'zi dedi 80 ming so'm dedi. Menda omad latomi nima bunday belgilab qo'yardi-ku. Ha, omad lato. Ha, Baxt qushi. hozirgacha shu qog'oz turibdi, hozirgacha menda turibdi shu qog'oz. Shu qog'oz hozirgacha menda turibdi. Keyin mayli singlim dedim.
belgiladikda aka dedi telefon raqamingizni qoldiring, yozib qoldiring dedi. Telefon raqamimni yozib qoldirdim. Eshik oldiga chiqadigan joyda mana shunaqa bitta qiz o'tirgan ekan, mana shunaqa joyda. Mana uni ol endi barabaringda. Ha. Ol, mana shunaqa joyda o'tirgan ekan, yozib oldi, raqamlarni hammasini topshirdim, adresimni nima qildi? Ketdim. Aradan bir haftadan keyin qo'ng'iroq kelyapti. Siz Omad Lato 200 millionlik yutuqni 4dan 1 ishtirokchisi bo'ldingiz deb turib. Aka, Omadli ekansiz, aka. ha, 50 million pul yutyapman. O'zimda xabarim yo'q. Keyin men Toshkentga ketyapman aka desam, qanday bo'ladi? Bir kunda ola olamanmi desam, aka dedi, "Bir Xorazm-ku" dedi. Buni biz jo'natamiz dedi, ular ko'rib chiqadi dedi. Kamida dedi, bir hafta 10 kun vaqt ketadi dedi. Toshkentga ketayotgan bo'lsangiz dedi, shunday Xalq bankiga kiring dedi. Shuni berib yuboradi dedi. Shuni Toshkentga uchib keldim. 50 million pulni oldim. Hammaga 1 million pul tarqatdim qarindoshlarimga. Opamga berdim, singlimga berdim, onamga berdim. Dadam Xudo rahmatli aytdi, bolam, shu endi Xudo omadingni beribdi. Alloh yo'liga bir qo'y so'yib yubor bolam dedi. U vaqtlar bundaqa imkoniyatim yo'q. Bu xo'p bo'ladi dada deb turib, ertasi kuni bir qo'chqorni olib kelib 5 million, 4 millionga, 4,5 millionga olib kelib, qo'chqorni so'yib yuborib, uni ham ehson qilib, bir chiroyli mashina ishlab bo'lganda, aytadi-ku, odamzodni omading oyog'ing tagida bo'lar ekanda aka. Ba'zida bilmay qolar ekan, ishonmas ekan odam. Lekin mana o'tgan qala 400 kishiga, 300 kishiga joy qildik, sig'masdan 1,5 ming, 2 ming odam kelgan. Tepalargacha odam bosib ketganda 100 dona bitovoy texnika berganmiz. Bitta Damas qo'yganmiz. Hammasini berdik odamlarga tarqatib. Endigi keladiganlarga Xudo xolasa, buyog'iga yana mana bonuslardan tashqari bitovoy texnikalar ham qo'yiladi. Inshaalloh. Ertandan uje olib kelib qo'yamiz. Uspet qilsak bugun. Alloh sog'ligimizni berib tursa. Bo'lmasam ertaga bitovoy texnika bilan bosib qo'yamiz inshaalloh. Ham mashina oling, ham mashinangizni bonuslarini oling, ham bitovoy texnika oling, ham mana Cobaltga yana da'vogar bo'ling jigarlar. Bundan ziyod nima deyay? Oxirgi aytadigan gapim, uyidan 7 qadam tashab, 4 so'm bola chaqam uchun pul topaman degan aka-uka, opa-singillarimizni Allohim omadini bersin. Allohim tani jonini sog' qilsin. Topganiga Alloh baraka bersin. Mendan mashina olishi uchun emas. Shu musofir bo'lganman o'zim, shular tani joni sog' bo'lib, gazini bossin. Inshaalloh yaxshi uylar nasib qilsin. Yaxshi mashinalar shularga nasib qilsin aka. Mehnat qilgandan keyin minish kerak-da aka. Mehnat qilib o'lib ketavermaydi-ku odam. To'g'risi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Allohim hammani o'ylagan yaxshi niyatlariga yetkazsin. Musofirda yurganlarda esa joni omon bo'lsin. Rahmat barchalaringga, sog' bo'ling.